Modaline dükanımıza toza tovarlarımız gelib turibdi. Shuning xo'shay troykalarimizdan kelgan. Bahor yoz uchun materiali yubka material. Polni vitrinalarimizda hammasini toza tovarlarimizni yoydik. Yana ham keladi, xudo xohlasa. Hali ochib butik bosib bitayotmagan turibmiz. Shuning xo'shay troykalarimizdan kelgan yosh qizlarimiz uchun buni shuning malina sveti, keyin shuning sor sveti bor. Bu svet ham xo'shroq bo'lib kelgan. Bu tarafimizda esa katta yoshdagi ayollarimiz uchun shuning xo'shay troykalarimizdan kelgan. Bular kilotli, shuning qora, keyin bordoy ranglar bor. Bordoy rasvetkasi ham xo'shroq bo'lib turadi. Shuning shifonli, xo'shay kilotli troykamizdan ham kelgan. Kilotlar sultonchik bo'lib xo'shroq turadi. Bular ham hamma rasvetkalar xo'shroq kelgan. Bu taraf vitrinalarimiz ham polni toza tovarlarimizni yoyib qo'yibmiz. Kelib bemalol o'zi yoqqan variantdaysini tanlab olsangizlar bo'ladi. Tovarlarimizdan yoyganmiz. Shu variant ko'p-tipkamiz ham toza keldi. Xo'shroq bo'lib turadi. Yubkalar pishnatib ishlangan. Bu rasvetkasi ham nежный bo'lib turadi. Koftasi shundoq, belida bel bog'lar bilan. Shuning malyovka ko'p-tipkalarimizdan ham toza keldi. Materiali yubka, iningizda boyoqa bilinmaydi. Yubkalar ham xo'shroq ishlangan kisalari bilan. Buni shunday seri qora rasvetkalari bor. Bu variant ham xo'shroq kelgan. Bu eng uzun varianti. Yubkalari uzun, kisalari bilan shuni seri bejli keyin oq rasvetkalari bor. Oq rasvetkasi ham xo'shroq bo'lib turadi. Shuni lion koftipkalarimiz ham kelgan. Bu ham xo'shroq. Hammasi rasvetkalari нежный bo'lib turadi. Голубой sveti ham xo'shroq. Seri svetlari ham xo'shroq bo'lib kelgan. Keyin katta yoshdagi ayollarimiz uchun shuni koftipkalarimizdan bor. Bellari bel bog'li. Yubkasini bo'ylari uzun, peshni bo'lib turadi. Katta yoshdagi ayollarimiz uchun shuning koftipkalarimizdan ham toza kelgan. Bu varianti ham xo'shroq bo'lib turadi. Buni ham yubkasi uzun, vishka ishlangan. Buni bejli, siniy, bordoviy, qora rasvetkalari bor. Bular razmerlari bor. Keyin shuning variant koftipkalarimizdan ham kelgan. Bularning hammasi materiallari yubka. Buni shuni fioletli, korичневый, siniy ranglari bor. Bu hamma dvoykalarimiz ham toza kelgan. Shuning jinsovka troykalarimiz, ichini futbolkasi yeng kalta, ustida shuning kostyumchiki, keyin yubkasi uzun. Kisalari bilan bular ham xo'shroq bo'lib turadi. Bular kilotli variant. Yubkali, kilotli har xil variantlarda kelgan. Shu dvoykamizdan ham повтор keldi. Ko'pchilik yoqqan materiali lion, yubka, rasvetkasi нежный kisalari bilan. Keyin bu variantimiz ham yoz uchun udobniy materiali, yubka, xazli, kilotlari ham zo'r ishlangan kisalari bilan. Keyin shunday lion dvoykalarimizdan kelgan. Bular knopkali, akkuratniy bo'lib turadi. Pasti kiloti kiying, bemalol hijobli ayollarimiz ham giysa bo'ladi. Orqalari shuni xo'shroq etib ishlangan. Keyin shunday lionlarimiz moda bo'lgan, bilasizlar, bu lionlar har xil rasvetkalaridan keldi. Bular ham kilotli. Shuning bordoviy, korичневый, голубой, keyin siniy ranglaridan bor. Shuning xo'shay lion dvoykalarimizdan ham kelgan. Materiali zo'r. Belida bel bog'i bilan, ustida jaketi. Pastida esa shuning kiloti bor. Kiloti keng bo'lib turadi. Bu ikki xil oq, keyin shuning bejli rasvetkalarda kelgan. Xo'shroq bo'lib turadi. Giyilgan istoriyalarda ko'p boramiz. Bular ham shuning jinsi ochiq svet, ustida shuning jaketi, pastida kiloti bor. Kilot ham xo'shroq ishlangan kisalari bilan. Buni shuning ochiq голубой, keyin temno-siniy ranglaridan bor. Shuning yubka materialda dvoykalarimiz kelgan. Ustida shuning koftasi, pastida esa trikosi bor. Kisalari bilan materiali yoqimli material. Deb ko'rsangizlar bilasizlar. Buni bejli, keyin shuning qora ranglaridan keldi. Keyin bu variant sportiniy dvoykamiz ham xo'shroq bo'lib turadi. Pastlar ham xo'shroq etib ishlangan. Buni shuning korичневый, qora ranglari bor. Variantimiz ham zo'r bo'lib turadi. Buni qishda qolinini sotdik. Endi buni yubka rasvetkasidan ham keldi. Yubka varianti ham zo'r kelgan. Korичневый, qora rasvetkalaridan bor. Keyin yosh qizlarimiz uchun shuning xo'shroq go'ynaklarimizdan ham kelgan. Keyin shuning sholkoviy yubka go'ynakimizdan keldi. Materiali yubka sholk, yoqimli, orqalari rezinkalatib ishlangan, aldilari dimali, xo'shroq akkuratniy bo'lib turadi. Buni qora korичневый rasvetkalar kelgan. Keyin shu lion go'ynakimizdan ko'pchilik so'radi. Bundan повтор keldi. Buni har xil ranglar keldi. Shuning rozvoy, kirpich, keyin shuning sori, har xil ranglaridan keldi. Belida remini bilan xo'shroq bo'lib turadi.
Keyin bu variant shifon ko'ylakimizdan ham kelgan. Bular ham dim xo'shroq bo'lib turadi. Keyin bu variant ko'ylakimiz ham dim xo'shroq. Materiali lion material. Belida shuning bel bog'lari bor. Bo'yi fransuskiy dilina. Buni ranglaridan bor. Bu ko'ylakimiz ham dim xo'shroq kelgan. Keyin shuning variant hijobli ayollarimiz uchun poplin ko'ylaklarimiz kelgan. Dim nejniy etib ishlangan, yenglari ham. Buni dim rasvetkalar nejniy kelgan. Keyin bu ko'ylakimiz ham dim xo'shroq bo'lib turadi. Yakal variant. Buni ham ranglari bor.